Sensiz qadrli do'stlar, men ismim Artur Galinjanov, men san'at va ilmda degan turkumni olib boruvchi. Bugun biz turkumimizning bir yig'ilishini o'tkazishga urindik, natijalar yasab, eng aktiv muharrirlarga yo'laklar beramiz bugun. Bugun bizim Rustam Gemalidinov ismli bir yigit turkumimizning eng aktiv olib boruvchi deb aytsam bo'ladi. Pek ko'p qanday ma'lumotlar, ishtirakli yozmalar orqasida pek ko'p narsa eslab shuna ko'ra Tatarston bayrog'i maktab tasma kalendar eng qizig'i motor shunday Шулай Rustam Tatpro degan turkumni yasadi, programma saytni hamda turkumni Tatarscha programmalashtirish bo'yicha. Siz qadrli yozuvchilar, Tatpro saytini yasovchi. Bu saytda siz programmalashtiruvni o'z kunda ilana olasiz. Ham minimum maktab o'quvchilariga va studentlarga bu proyekt deb foydali bo'lacak deb umidlanan. Tekrar rahmat Rustamga. Aytib, mana bizning turkumga qo'shilamiz, san'at va ilmda, Tatpro degan turkumlarga. Agarda bizning bunday proyektlar, turkumlar bor, demak, biz o'sish kerak, kelajakka qarash motor bloklar hozirlashtirishga bizga yozamiz, video tushiramiz. E'tiborimiz uchun uzr rahmat.